Yaqinlashtir. Chiqinglar-da. Chiqinglar-da. Kennayo, qarang. Ol, yaqinlashtirib. Yo'q, qara. Qarang, kennayo. Voy xudo. Qara osmonda narsani yurishini, uchishini. Oyog'im qanotib ketyapti. Qarang. Qarang, uchishini qarang. Ana. Baqa chiqing. Qarang. Nima ekan? Hoy. Voy, ko'payyapti. Olyapsanmi? Mana olyapman. Qarang, uni osmonda uchayotgan narsani qarang. Yuqori ko'payishdi. Ko'paydi. Farishtami nima? Qarang, dumalab qo'ydi. Yaxshi. Menikitini olardi, olib chiq telefonni. Yo'q, ana. Qarang, ana. Olingchi nimani? Bitta suzib yuradi. Telefonlaringni olib chiqinglar, tiniqrog'ini. Meniki ham tiniq. Mana. Nima ekan u? Kim biladi? Oyda qirg'og'ida halqasimon narsa turgan Turdi, ekan. qarang, hozir ashuna ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi hozir. Bulut shekilli. Bulut bas, ashuna o'ynaydimi bulut? Farishtalarmiki? Mana nega keling? Ana ro'parangizda turibdi, tepada qarang aylanishini. Aynalyapti 8ga o'xshab. Hozir bitta bunday uzun. Ko'rdingizmi? Ichida chakkan aylanmayapti hozir. U netdan chiqayotganga o'xshayapti. Uni o'ttada bitta qora turibdi-ku. Nega? Alisher aka birinchi xalindaqa arvoh bo'ladi-yu. Men telefonimdan bahos ko'rsataman. O, Boring yonlariga chiqingchi. Yonlariga chiqing dadam. Uni oyamda sekin chiqyapti. Uni oyni ko'ramiz. Aylanishni qara. Ko'chadagilarga aytmadingiz, Alisher, ko'chada bolalar turibdi. To'xtadi. To'xtadi. Sirazi to'xtadi. Qarang, to'xtaganini. Mendan ko'ravermadingiz, to'xtadi. Voy, sirazi to'xtab qoldi. Qarang, nuqta bo'lib to'xtaganini. Shu joyda qattiq to'xtab. Shunday qatib qoldi. Yo'qolyapti. Qarang. o'xshayapti. Jinnimisiz quyun bas, ana. Bunday qilib turadi, shunday Qarang. to'xtadi, mutmalar. Ana shunday to'xtab turibdi. Mana yurakchaga o'xshab. Ko'chadagilarga ayting-da, ko'chada turishgan Boring, Hamma bildi shekilli. bilgan yo'q, hech kim. Hech kim bilgan yo'q. Bizdan boshqa Ana shunday buni qo'y. Hozirda hammasi Analar bilgan yo sherikka chiqingda. Mayaqqa. Ana Ko'chadagilar. ko'chadagilar turibdi. juplanganida hammasi yurib Shuna turib bitta aylandi, ajrashdi, hammasi ajrashdi. ashuna bo'lib chachildi. nuqtadi. Ana Alisher. Bo'ldi, aqabaqa jibatmaylar. Alisher. Ichidan yana narsa chiqdi. Men olyapman, videoga chiqaversinlar. kerak yo'q. Ichidan nur chiqdi yana. Bittasi chilyapti. Uchyapti bittasi. Bugun qanaqa-ku? Bugunmi? Yakshanba. Yakshanba. Juma. Nima? Yomonlik. Bular nima? Qarang, to'xtaganini qara, to'xtab turibdi shunday. Farishtalarmikin ha? Ichidan chiqqanini qarang nimani hozir. Nimadir bunday qilib. Yana Yo'q bo'ldi. Voyda. Yo'q. ana oyda qarang endi. Qarang, telefonimni chiqishini qarang. Yo'q bo'lib qoldimi ular? Yo'qoldi. Dado? Yo'qolib qoldi. Qo'rayib bo'ldi, ha? Qarasmi, yo'q? Kimdir xonamda. Dada, siz qarab Siz turing. qarab turing, chiqyapti Qarab ichidan. turib o'tiraman, ko'rdim. Boring ularga chiqing bo'lmasa. Ya Marg'ilon Cityda Dada hanaqa qilishyapti. qilishyapti. Hech haqqa jirimang. Xonardi, shunaqa bo'lishi. Sizga mumkin. ko'ra- Bulutni ichida yurgan ko'rsangiz, umuman boshqa narsa u. O'ta birinchi oyda. Ana Alisher aka. Xonardi. Unchalik Ashta tepaga bo'lib chiqmaydi. sirasiga aylanadi. Unchalik tepaga chiqmaydi, fanar. Marg'ilon Bitta joyda o'sha yerda Tuynidan chiqyapti, tuynidan O'sha chiqyapti. tochkadan chiqyapti. hayot. Uni siz ko'rmadingiz Ha, bunaqasiga. gapirmayapti, olib turur, qiyshaytirib yuboryapsan. Uzun edi. Birinchi rosa pitilladi odam baqa.
Keyin bitta chachildi hamma yoqqa. Ana shu narsa fanar. Fanar. Fanar bas. Shunaqa Fanar fanarlar umuman tepaga oyga chiqmaydi. oyga chiqadigan fanarlar. aya biram Namanganda gul bayramida chiqargan-ku. Qarayda, nima fanar chiqib. Ha. Ha. Mana. Qarishsiz bo'lmay yaxshi To'xtab qo'yganini. Ana. Asli o'zicha tochkadan chiqyapti. Ona buni ushlab turasizmi bunday qilib? Ana. Ana. Bitta joydan chiqyapti, to'g'rimi? Yo mana bunday Hozir fanar bo'lsa, jinni bo'lib mayda turgan bo'lsa. Mana. Qo'lizim. Qo'lim qo'lim Nima mana. ashimdan chiqyapti? Qorang joyda o'zida. Yarasi bu. Qo'zori. Og'riyotgan joyda qo'l istaydi. Hozirgi aniq fanar. Manimcha. Birinchi ashnam uki ayaqli uyligini ezmay olib tashladingizmi xonadagini? Ayam oyoqlarida ishga yurgan ekan. Yo'q. Bunday